Yo, hammaga salom, sizlar bilan Nots Gamer bolalar. Bugungi videomizda sizlarga tezimda pro bo'lish sirlari desam bo'ladi. Va bola biz hozir birinchi o'rinda bola masalan arenaga kiramiz. Birinchi arenamiz masalan qurollar joyisiga kiramiz va 406 bosamiz. Va paydo bo'lgan joylarga xuddi menga o'xshagan qilinglar bolalar. Bo'lmasa o'xshamaydi bolalar. Va qaranglar. Pritsel 3 pritsel qo'yamiz bolalar. Normal 3 pritsel va bolalar bularni ham sizlar to'g'rilab chiqinglar. Men to'g'rilayman o'xshagan. Ularni xabarlardan kesirib chiqasizlar va olamiz bo'la. Mana kirollik bo'la. Hozir kimlardir aytadi bo'la. Boshqalarning sinisi yaxshi deydi. Yo'q. Ular bilmaydi bo'la, unaqa sinus bilmaydi. O'zlari sinuslar kerak bo'la. Nima uchun? O'zlari ko'radi bo'la. Boshqalarni sinusini olmasdan kerak, bularni ham o'z saqlaydi. Men sizga aytgan gapim mana shu. Ba'zilari hech o'zida ham ko'p tegishi mumkin. Bu meni o'zim sinusim bo'la. Va hech o'tiga ekanini ko'ryapsizlar. Vashida hech o'tiga o'tdi. Qaranglar. Ikkinchi uslub u birinchi edi, qaranglar. Ashaqlar otamiz bo'la. To'g'riga qarab o'tamiz. Nuqta xatolik joylar ketganmiz. Uzr so'raymiz. Sizlardan endi kontent boshlayman bo'la. O'shacha like o'ynab qo'yinglar. Balki 100 ta bo'lganimizdan keyin sizlarga fokus qo'yishimiz mumkin. Masalan, bitta kuller, bitta masalan nima desam bo'la. O'sha qilishim sizlar sovg'a qilishim mumkin. Shuning like va obuna bo'lib qo'yinglar. Biz uchinchisiga o'tamiz va qaranglar. Men o'sha joyga kira olaman va mana bo'la, men kira olaman. Yana ashara o'tishlar kerak bo'la. Nimaga o'tish kerak desangiz, bu sizlarning zaryadlaringizga yaxshi o'zgarish beradi. Zaryad qaysi telefonlarda bo'ladi deganlar uchun zaryad birinchi o'rinda bo'la, iPhone'da bo'ladi, Poco'da bo'ladi va Samsung'da bo'ladi. Samsung'da ba'zi birlarda bo'ladi. Sizlarga masalan $200 bo'lsa 8 pil so'galar yaxshi bo'ladi. Nima chunki uni zaryadi yaxshi bo'ladi. Hozir bizga ko'rsatadigan usul bilan qaranglar. Mana qaranglar. Hozir men o'tiraman. Naqlon qilib o'taman bo'la va chiqaman. Lekin anshaqa qittigina joylarga bo'la o'tiringlar. Nima chunki boshqalardan hech o'z berib qo'yish mumkin. Menga ko'p hodisa bo'lganki, o'zim o'rganib olganman va 4-usul bo'lib mana bo'la. Anshaqa o'tirasizlar va bitta oddiygina usul bilan sizlar pro bo'lishlaringiz mumkin. Tushunsa, bizga like qo'yinglar, obuna qo'yinglar bo'la. Bugungi videomiz sizlardan iborat edi va sizlar like va obuna qo'yinglar. Hozircha biz o'tamiz 4 tadan iborat edi bo'la. Yo'ldan chiqish mumkin emas, lekin o'rgansalar bo'ladi bo'la. Ko'pincha bu ba'zi bir tanitlarga o'xshamas. Lekin oddiygina bo'lsa-ga konkurs qo'yveramiz bo'la. Shuning uchun like va obuna qo'yinglar. Konkurs qachon bo'lishini biz Telegram kanalimizda qoldiramiz. Telegram kanal videoni описаниесida yoki kanal ko'rilaman. Kanalda ochib qo'yaman va o'sha kanalimizda 100 ta like bo'lsa, 100 ta
shunga 100 ta like bo'lsa, unga 100 ta obunachi kelsa, masalan, Lednik full account konkursga qo'yaman va bitta klubgacha qo'yib beraman bolalar. Tushundingizmi? Va hammaga xayr bo'ldi. Like obuna bosib qo'yinglar. Va bugungi video shulardan edi. Sizlardan iltimos like obuna bosib qo'yinglar. Mayli, sog' bo'linglar.